20-asr ko'plab jinoyatchilarni tarbiyalagan. Shular ichida Richard Kuklinski mutlaq yovuzlik timsoliga aylangan edi. Yo'llanma qotil uning sovuqqonligi va inson hayotini umuman mensimasligi uni mafiyaning ichida ham, undan tashqarida ham dahshatli afsonaga aylantirdi. U yuzlab qurbonlarni eng dahshatli usullar bilan yo'q qilganini da'vo qilgan holda sirli bir shaxsga aylangan. Tuzalmas yolg'onchi yoki tarixdagi eng shafqatsiz ketma-ket qotillardan biri. Bugun siz bilan Richard Kuklinski, Muz odam laqabli shaxs haqida gaplashamiz. Demak, yangi ko'rinadi rejimini yoki Uch koinotda bu videoni ko'rishda sizga hech kim xalaqit bermaydi. Richard Leonard Kuklinski 1935-yil 11-aprelda Nyu-Jersi shtatida tug'ilgan. Shubhasiz u ham avvalgi jinoyatchilardek nihoyatda og'ir sharoitlarda dunyoga kelgan. O'sha vaqtda Nyu-Jersi AQShning katta qismi kabi buyuk depressiya davrida edi. O'sha paytda iqtisodiy tomonlama juda ko'pchilik qiynalardi. Ana shu betartiblik ichida Richard polshalik muhojir Stenley Kuklinski va irland-amerikalik Anna Cecilia McNally oilasidagi 4 farzanddan ikkinchisi edi. Bola chaqaloqligidan shafqatsiz oilaviy muhit guvohiga aylangan. Alkogolga ruju qo'ygan Stenley tez-tez xotini va farzandlarini do'pposlagan. U oila a'zolarini shunchalar qattiq urardiki, 1940-yilda Richardning 7 yoshli akasi bu zarbalarga bardosh bera olmay halok bo'lgan. Oila esa Stenleyning qamalishini xohlamasdan uning o'lim sababini yashirganlar. Bolakayning o'lim sababi qilib zinadan yiqilish deb aytishgan. Stenleyning zo'ravonligi va beparvoligi oila uchun odatiy holga aylangan edi. U uyga kamdan kam qaytar, qaytganida ham doimo mast bo'lib, Richardni doimiy kaltaklagan. Endi akasi yo'qligi uchun ko'proq kaltakni u qabul qilardi. Shafqatsizlik faqat otasigagina xos emas edi. Anna ham jismoniy zo'ravonlikda mashhur edi. U supurgi dastasiga o'xshash uy ro'zg'or buyumlarini Richardning tanasida sindirardi. Endi tasavvur qiling, u qanday muhitda ulg'aygan. Ko'plab kommentlarni o'qiganimda ruhiy buzilishlar kaltaklar orqasidan kelmaydi deb yozishadi va men bunga 100% qo'shilaman. Insonlarning ruhiyatiga ta'sir qiladigan narsa bu atrof muhit va kamsituvchi so'zlar. Meni o'ylashimcha, Richardga eng yomon ta'sir qilgan narsa bu atrof muhit. Aynan mana shu sababli ham u ko'plab jinoyatlarni sodir etdi. Masalan, u 5 yoshligida akasining kaltakdan o'lganini ko'rgan va men bunday misollarni ko'plab keltira olaman. U uydan tashqarida ham zo'ravonlikka uchragan. Maktabdoshlar va qo'shnilar tomonidan doimiy masxara qilingan. Ba'zida o'zini qanchalar jasoratli ekanini boshqalarga va o'ziga isbotlash uchun u mushuk va itlarni qiynab, o'zini xotirjam his qilgan. U 8-sinfdan keyin maktabni tashlab ketdi. 1948-yilda atiga 13 yoshida boshqa bolalar hali orzular va sarguzashtlar bilan yashayotgan bir paytda Richard uchun dunyo allaqachon zo'ravonlik joyiga aylangan. Uning fikricha, qasos faqat qon bilan olinar edi. Yillar davomida Richardni Charles Lane ismli mahalliy ko'cha to'da yetakchisi doimiy qiynab kelgan. Ammo o'sha yili Richardning sabri tugadi. U yog'och tayoqni olib, uzoq vaqtdan beri ichida to'plangan g'azabni chiqarib, Charlini to o'lgunicha do'pposlagan. U faqat o'ldirish bilan cheklanmay, qotillikni yashirish maqsadida bolaning barmoqlarini bolta bilan kesib tashlagan va maxsus asbob bilan tishlarini sug'urib olgan. Jasadni tanib bo'lmas darajaga keltirgan. Bu taxminan 1949-1950-yillarda sodir bo'ldi. Bu uning dahshatli qotilliklarining boshlanishi edi. 1955-yil Richard Linda ismli ayolga uylandi. Linda undan 9 yoshga katta edi. Ularning 2 farzandi tug'ildi. Ammo Richard Barbara ismli kotiba bilan tanishdi va Linda bilan ajrashib, 1961-yil sentyabr oyida Barbaraga uylandi. Barbara bilan ular yana 3 farzand ko'rdi: Merik, Kristin va o'g'li Dwayne. Tashqaridan qaraganda Kuklinskilar oilasi oddiy yaxshi hayotda yashayotgandek edi. Farzandlari doimo ozoda, eng yaxshi maktablarda o'qishardi. Richard esa hovlisida barbekyu qilib, oilasi bilan Disneyland sayohatlari uyushtirar, har yakshanba cherkovga borardi. Nyu-Jersi shtatining Dumont shahrida ular yashagan vaqtlarida hech kim Richardning kimligini bilmasdi. Qo'shnilar, qarindoshlar hamma uni oddiy, muvaffaqiyatli tadbirkor deb o'ylardi. Barbara esa hech qachon erining ishlari haqida so'ramasdi. Uning fikriga ko'ra, Richard mol tarqatuvchi edi. Hatto o'zining bugalteri ham bor edi. Ayol daromadning bir qismi noqonuniy ekanini fahmlagan bo'lsa-da, hech qachon yuziga aytmagan. Lekin haqiqat ancha yomonroq edi. Eshik ortida u doimo portlashga tayyor odam edi.
Barbara xuddi ikki inson bilan yashayotgandek edi. Yaxshi Richi va yomon Richi. Yaxshi Richi mehribon ota, qizalog'i Merik og'ir kasal bo'lganda kravat yonidan qimirlamaydigan. Ammo yomon Richi bu umuman boshqa olam. Ustma-ust g'azab, sindirilgan mebellar, yillar davomida jismoniy va ruhiy zo'ravonlik. Barbara bu orada 3 marta burnini sindirishga ham ulgurgan. Bu kaltaklashlar natijasida Barbara bir necha marta homiladorligini ham yo'qotgan. Lekin u bolalarga qo'l ko'tarmasa ham bolalar ruhiy tomonlama zarbalar olishardi. Merik shunday degandi. Bir kuni otasi kechikib keldi va jahl bilan qizaloqning ko'z o'ngida ularning itini o'ldirdi. 1960-yillarning o'rtalariga kelib, Richard butunlay kriminal olamga kirib borayotgandi. U kinolaboratoriyada ishlay boshladi. U yerda Disney multfilmlarining asl nusxalarini yashirincha ko'chirib, qora bozorga sotardi. Bu soxta biznes esa tezda pornografiya sanoatiga aylanib ketdi. Kuklinski bu orqali Gambio jinoyat oilasining a'zolari, xususan Roy DeMeo bilan tanishdi. Bu tanishuvlar uning qotillik yo'lini boshlagan edi. U naqd qilishga uringan soxta chek tufayli bir marta hibsga olingan. Bu uning qotilliklaridan oldingi yagona rasmiy ayblovi edi. Ammo keyin Richard asta-sekin Gambio oilasining ishonchli odamiga aylandi. Uni gavdasini o'zi odamni qo'rqitardi. 1,96 santimetrli bo'y, 140 kilogrammli vazn. Eng dahshatlisi sovuqqonligi edi. 1970-yillarning boshlarida u mafiyaning boshlaridan biri, Roy DeMeo'ga qarzdor bo'lib qoladi. Endi bilasiz, bunday odamga qarzdor bo'lish o'zingizga o'lim tilagan bilan barobar. DeMeo uni jazolash uchun odamlarni yubordi. Lekin Kuklinski u g'alati edi. Hech qanday qarshilik ko'rsatmagan. Uni qattiq urushgan bo'lsa-da, u hammasini sovuqqonlik bilan qabul qilgan. Bu darajada beparvolikni hatto o'sha zo'ravon mafiyozlar ham kutishmagandi. Ular hayratda qolishgan. Shundan keyin DeMeo o'ylab qoldi. Bunday odamni yo'q qilish emas, foydali ishda ishlatish kerak. Richard qarzini to'laganidan so'ng mafiyaga qabul qilingan. Shunchaki xatolarini tan olib, qo'rqmay turgani sababli. Roy DeMeo uni sinab ko'rishga qaror qildi. Bir kuni hech qanday ogohlantirishsiz ko'chada itini sayrga olib chiqqan begunoh odamni ko'rsatdi. Richard yaqinlashdi. Bir og'iz so'z demadi. Ensasiga o'q uzdi. Odam o'sha payt halok bo'ldi. It esa xo'jayinining yuzini yalab, nima bo'lganini tushunmay qoldi. Mana shundan keyin Roy DeMeo uning ustoziga aylandi. Richard esa mafiya ichidagi eng sovuqqon qotilga. Vaqt o'tib Kuklinski chinakam yo'llanma qotilga aylangandi. Bilyardxonada pul tikib, ba'zan odamlarni qo'rqitib, shunaqa yo'llar bilan asosan Nyu-Jersi va Nyu-York orasida yashab yurgan. Ayniqsa Manhattandagi ko'chalarda ko'p aylangan. O'sha yerdan odam izlagan. U joyda Kuklinski ismini eshitgan odam dahshatga tushardi. Kimdir uni xafa qilsa, yo unga noto'g'ri qarab qo'ysa yoki shunchaki unga yoqmaydigan odam bo'lsa, u odamni o'sha yerning o'zida o'ldirgan. Qurol bo'ladimi, pichoqmi, mushtmi, nima bo'lsa shuni ishlatgan. Ammo u bitta qoidadan sira chetga chiqmagan. Ayollarga tegmaslik. Bu uning ichki qonuni, o'ziga xos prinsipi edi. Uning qurbonlari ko'pincha Guzzon daryosidan topilgan, ba'zilarini esa o'ldirgan joyda tashab ketgan, boshqalarga saboq bo'lishi uchun. Yillar o'tib Kuklinski uchun eng sevimli qotillik usuli sianid zahri bo'lgan. Bu zahar 10-30 soniyada odamni o'limga olib keladi. U buni maxsus, xuddi dezodorant atir idishiga o'xshash idishga solib yurardi va o'ldirmoqchi bo'lgan odamiga separdi. Qurbon darhol hushdan ketgan va hech qanday tovush yoki iz qolmagan. Bu usul tez, ko'zga ko'rinmas va juda samarali edi. Kuklinski oddiy qurol bilan cheklanib qolmagan. U odam o'ldirishda g'ayrioddiy usullarni sinab ko'rgan. Masalan, bir safar u arbalet ishlatgan. U bilan uzoqdan turib ham ovoz chiqarmasdan o'ldirish mumkin. Yana bir safar u odamni muz sindirgich bilan o'ldirgan. Bu aslida muz bo'laklarini sindirish uchun ishlatiladigan og'ir temir tayoq. Shu bilan boshi yoki tanasiga urib o'ldirgan. Eng g'alati usullardan biri portlovchi qurilma o'rnatilgan o'yinchoq. U masofadan boshqariladigan o'yin mashinasiga kichik bomba o'rnatgan. Qurbon o'sha mashinachani qiziqib ko'rayotgan paytda portlatib yuborgan. Ko'ryapsizmi, u uchun o'ldirish oddiy ish emas, go'yoki tajriba bo'lgan. Bir safar u shunday voqeani esladi. Qurbon o'lish arafasida ibodat qila boshlagan. Xudodan najot so'rayotgan ekan. Kuklinski unga istehzo bilan qarabdi-da, "Yaxshi, senga 30 daqiqa beraman, ibodat qil. Ko'ramiz, Xudo seni qutqaradimi?" Va u kutgan. U o'sha odamni o'ldirgan, ammo birinchi marta o'zini bunday tutganidan pushaymon bo'lgan. U porno filmlar va narkotik moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanib, katta jinoyatchilik tarmog'iga ulanib ketgan. U o'zi bir talonchilik qiladigan guruhga rahbarlik ham qilgan. 1980-yillar.
Kuklinskining eng mashhur qotilliklari aynan shu yillarda sodir bo'lgan. Masalan, 1980-yil 30-yanvar kuni 42 yoshli Jorj Miliband nima bo'lishini xayoliga ham keltirmasdi. Video kasseta sotish bo'yicha oddiy savdo bitimi tuzaman deb o'ylab, $27,000 olib yo'lga chiqdi. Miliband uchrashmoqchi bo'lgan odam oddiy sotuvchi emas edi. U Kuklinski edi. Uchrashuv boshida oddiy ko'rindi, ammo shu payt Kuklinski qurolni chiqardi va Jorjga 5 marta o'q uzdi. Uning yuzida hech qanday emotsiya ham yo'q edi. Shunday otdi va ketdi. Lekin o'likni, dalilni yo'qotish kerak. Shuning uchun Jersey City'dagi kimyo zavodiga yo'l oldi. U yerdan 205 litrlik bir bochka topdi. Bu bochka Miliband uchun go'yoki tobut bo'ldi. Ammo bir muammo paydo bo'ldi. Jasad bochkaga sig'masdi. Kuklinski sovuqqonlik bilan uning oyoq paylarini kesib tashladi. Oyoqlarini bukdi va bochkaga joylashtirdi. Keyin muhrlab, zavod hududida qoldirib ketdi. Go'yo oddiy chiqindi tashlayotgandek. Oradan bir hafta o'tib, 5-fevral kuni bochka topildi. Havo sassiq hid bilan to'lgan edi. Hokimiyat bochkani ochgach, haqiqat yuzaga chiqdi. Milibandning jasadi shunchalik yomon ahvolda ediki, uni tanib bo'lmasdi. U qanday dahshatli o'lim topgani ko'rinib turardi. Keyingi qurbon 51 yoshli farmatsevt Paul Howman bo'ldi. 1982-yil 29-aprel kuni u uydan chiqdi. Yonida $25,000 pul bor edi. U katta foyda olish uchun yo'lga chiqqanda, gap shundaki, u oshqozon yarasiga qarshi dori arzon narxda sotiladi degan gapni eshitgan edi. O'sha dorini sotmoqchi bo'lgan odam Kuklinski edi. Kuklinski uni mahsulotni ko'rsataman deb ijaraga olingan bir garajga olib bordi. Bu joy hech kim e'tibor bermaydigan tashlandiq joy. Qotillik qilish uchun ideal. Hovman yetib kelgach, Richard uni o'ldirmoqchi bo'ldi, lekin qurol ishlamay qoldi. Shunda u hech qanday vahimasiz, sovuqqonlik bilan temir tayoq olib, Hovmanni urishni boshladi. Qimirlamay qolguncha urdi. Bu na jahl, na impuls. Bu sovuqqon va rejalashtirilgan o'ldirish edi. Keyin yana o'sha eski usul. Jasad bochkaga joylashtirildi va chiqindidek tashlab ketildi. Lekin bu ham oxiri emas edi. Navbatdagi qurbon Garri Smith. U Kuklinski rahbarlik qilayotgan guruh a'zosi edi, ammo endi u to'g'ri yo'lga qaytmoqchi. Jinoyatchi bo'lishni ortiq istamayotgandi. Bu esa Kuklinskiga qilingan xiyonatdek ko'rinardi. Boshqalar ham shu yo'lni tanlamaslaridan uni jazolash kerak. 1982-yil dekabr oyida u Smithni tushlikka taklif qildi. Bu do'stona taklifdek ko'rinsa ham, aslida o'limga chaqiruv edi. Richard gamburger tayyorladi. Ichiga esa sianid qo'shdi. Bu zahar haqida siz bilasiz. Ammo negadir zaharni ta'siri kechikdi. Garri o'lmayapti. Richard esa kutishni yoqtirmaydi. U Deniya Depnerga, to'daga tegishli yana bir odamga qo'ng'iroq qildi. Bu bunday ishlarni bemalol ishonib topshirsa bo'ladigan kishi edi. Deniyaga ko'p tushuntirish kerak emasdi. U chiroqning simini oldi va hech ikkilanmay uni Smithning bo'yniga o'rab, bo'g'ib o'ldirdi. Agar zahar to'g'ri dozada berilganda edi, uni tergovchilar tabiiy o'lim deb topishi mumkin bo'lardi. Ammo yo'q. Smithning bo'ynidagi kabel izlari istalgan tergovchi e'tiboridan chetda qolmaydigan aniq dalilga aylandi. Smith o'ldirilgach, to'da a'zolari oldida bir noqulay vazifa turardi. Jasaddan qutulish. Barbara Depner jasadni olib ketish uchun mashina olib kelish kerak edi, ammo undan darak yo'q. Natijada erkaklar jasad bilan ilojsiz ahvolda qolishdi. Shunda ular bir fikrga to'xtalishdi. Jasadni xonadagi kravat tagidagi matras bilan asos o'rtasiga yashirish. Bu albatta shoshma-shosharlikda qilingan. Ammo ular uchun bu ozgina vaqt yutib olish imkonini bergandek tuyuldi. Keyingi 4 kun davomida bir necha mehmon o'sha xonani ijaraga olishdi. Ba'zilar o'tkir, jirkanch hidni payqashdi, ammo hech kim bu hidni manbasini aniqlashga harakat qilmadi. Nihoyat 27-dekabr kuni shikoyatlar doimiy tus olgach, motel boshqaruvchisi aralashishga qaror qildi. U matrasni ko'targanida kuchli chirigan jasadni topdi. Smithning jasadi allaqachon tanib bo'lmas darajada buzilgan edi. Endi Richardning xayollari yana buzilayotgandi. Navbatdagi qurbon Depner bo'lishni xohlardi. Ha, o'z to'dasi a'zosi Depner. Unga ham zahar berdi, ammo u ham o'lmay qoldi. Shunda uni bo'g'ib o'ldirdi. Jasadni yashirish maqsadida esa katta paketga solib, o'rmon ichiga olib kirib tashladi. Oradan ancha vaqt o'tib, bir velosipedchi uni topib oladi va bu paytga kelib, jasadning ko'p qismini har xil yirtqich hayvonlar yeb bo'lgandi. Keyingi qurbon 50 yoshli erkak. Richard uni ham biznes uchrashuvi deb chaqirib, $1000 evaziga o'ldirgan. Ammo bu safar jasadni yo'q qilishning boshqacha usulini topgandi. Richard o'ldirilgan jasadni
muzlatgichga solib qo'ydi. Bu 50 yoshli erkak Richardning muzlatgichga saqlaydigan birinchi ham, oxirgi ham qurboni bo'lmagan. Uning qoldiqlari 1 yildan ortiq vaqt davomida bu muzlatgichda saqlangan. Oradan 15 oy o'tdi. Endi jasaddan qutulish vaqti kelganda, Kuklinski jasadni har doimgidek axlat paketiga o'rab, bir parkka olib borib tashladi. 1983-yilning issiq sentyabr kunlaridan birida tasodifiy yo'lovchi bu jasadga ko'zi tushdi. Sud tibbiyot ekspertlari ko'rgan manzara ularni hayratga soldi. Jasadda hanuz muz kristallari bor edi. Bunday issiq havoda bunday holat deyarli imkonsiz edi. Natijada ular Richardga muz odam laqabini berdilar. U o'lgan odamni muzlatib, keyin xohlagan vaqtida eritib, yana muzlatib o'ynagan. Bu voqealar Kuklinski sodir etgan eng mashhur va tasdiqlangan jinoyatlardan faqat ayrimlaridir. Agar hamma jinoyatlarni sanaydigan bo'lsam, bunga soatlab vaqt kerak bo'ladi. Richard 200 kishini o'ldirganini da'vo qiladi. Biroq bu katta ehtimol bilan yolg'on ham bo'lishi mumkin, chunki u o'z intervyularida o'ldirgan odamlarning nomini sanab, faxrlanib gapirgan. Hatto ba'zi bir kuchli mafiyozlarni o'ldirganligini ham aytib o'tgan. Lekin o'sha topshiriqni bergan odamlar qo'lga tushgandan keyin Richard haqida umuman gapirishmagan. O'sha topshiriqni bergan paytda Richard bor edimi yo'qmi? Richardni umuman tilga ham olishmagan. Balki Richard odamlar orasida o'zini mafiya ichida katta obro'si borligini aytib, g'ururlanmoqchi bo'lgan bo'lishi ham mumkin. 1986-yilda Kuklinski va uning rafiqasi Barbara nonushtaga yo'l olishayotgan edi. Ammo birdaniga ularning mashinasini bir nechta noma'lum avtomobillar qurshab oldi. Qurollar to'g'ridan-to'g'ri ularning boshiga qaratilgan edi. Shovqinda operatsiya uyushtirgan tergovchi Pat Kane Barbaraga yaqinlashib, past, ammo qat'iy ovozda dedi: "U qotil." Ertasi kuni Kuklinski 5 ta qotillikda ayblandi. 1988-yilda bularning 4 tasida aybdor deb topildi. U o'z intervyularida aytganimdek 200 ta qotillikni sodir etganini aytgan. Richard Roy DeMeoni ham o'ldirganligini da'vo qilgan, lekin odamlar buni faqat uydirma deb hisoblashdi. Odamlarning fikricha, u faqat kuchsiz oddiy odamlarga hujum qilgan. Nima bo'lgan taqdirda ham bu ayblarni tan olgani uchun bir nechta umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Agar video yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish ham yoddan ko'tarilmasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Hozircha xayr. Yo, listen up to my rhyme. About a man who's one of a kind. He's got swag and he's got style. Ladies love him with a smile. Mr. M, he's got that flow.